Bu bir balning haqiqiy sarguzashtisi bo'lib, u beshidan o'tgan ishlarni hikoyat qilib mundaq deydi. Men 6 yoshga kirib, oq qorni paqatgudek bo'lganimda, allaqachon illiq oilam vayron bo'lgan ekan. Dadam onamdan ajrashib ketgan, har ikkalan yana to'y qilib bo'lgan ekan. Men onam bilan dadam orasida qatirab yurib, ikki toshning orasida so'qilib bek muxar bo'ldim. Onamning yeniga borsam, o'gay dadamning vaqirab jaqirashlaridan yuragim mujilib ketadi. Dadamning yeniga borsam, o'gay onamning ko'ziga sig'maydim. Normal bo'lmagan bu rahimsiz hayotdan bek muzerikdim. Bir kechasi o'ylamagan yerdan jamiyatga bir to'p yoshlar bilan uchrashib kelib, ularning orasiga o'zimni otdim. Vaqtlarimni ular bilan aroq ichish, neshi tamaki chekish qatorli gunohlar bilan o'tkazmoqda edim. Dadam, "Nega bording?" deb so'rasa, onamning yeniga bordim dedim. Onam nega bording deb so'rasa, dadamning yeniga bordim deb kunlarni o'tkazdim. Amaliyoti bo'lsa, men o'zimni tamoman yo'qotgan edim. Men tushkunlik va umidsizlikka cho'kib yurib, o'zimni tugashtirayotgan kunlarning birida bu zulmatli kunlardan qutulish yo'liga uchrashdim. Bu ishning hikoyasi mundaq. Bir kechasi tong otguncha heliqi nachar do'stlar bilan bo'ldi degichi ichishib, chekishib o'tdik. Uy ichidagi buzuq havodan beshimiz qiyib, erkin nafas olish uchun sirtga chiqdik. Biz xushalliqdan o'zimizni to'ymagan holda cho'qirishayotdik, sakrishayotdik. Tez ketayotgan mashina tuyuqsiz o'rilib tushdi. Mashinaning ichida to'taylan bordik. Ho'shimga kelsam, uchaylan mashinadan qonqib uchib tushib, o'lib ketgan ekan. Faqat malla yordar bo'lib, o'zimni doktorxonada ko'rdim. Bu chaqda men o'zim haqida qaytadan o'ylandim. Navoda men ularga o'xshash gunoh ma'siyatlar ustida ana shundoq o'lib ketgan bo'lsam, do'zaxga mahkum bo'lmasmidim. Alloh meni yaxshi ko'radi ekan. Shunga meni tavba qilishim uchun hayot qoldiribdi, dedim. Shuning bilan men Allohning texmi yaqin bandasi bo'lish uchun tirishishga boshladim. Uzun muddatlik ozg'unlikdan keyin iymon lazzatini qaytadan tetidim. Allohga yig'i-zori qilib yolvorib haqiqiy tavba qildim. Chunki Alloh meni ikki o'limdan qutqizgan edi. Birinchisi ozg'unlikdan iborat o'lim bo'lsa, ikkinchisi mashina hodisidan kelib chiqadigan o'lim edi. Doktorxonadan saqayib chiqqandan keyin uyga bormasdan udulli masjidga kirdim. Namoz o'qidim, Qur'on tilovat qildim. Bu qitim Qur'on o'qiganimda umrimda tetib boqmagan iymon lazzatini his qilgandek bo'ldim. Shundan e'tiboran Qur'on Karim mening eng yaxshi do'stim bo'lib qoldi. Men har doim uningdan ayrilmadim.